Bu mazmunda to'xtalmoqchi bo'lgan qahramonimiz katta qo'mondonlardan ham emas va yoki olimlardan ham emas. Bu kishi oddiy hofiz Qur'onlardan bo'lgan qori edi. Bu kishining tarixini butun tarixchi o'lmalar kitoblarda zikr qilib o'tishdi. Chunki bu kishi tarixda tubdan burilish hosil qilgan shaxs bo'lib, u o'z hayotini qurbon qilish badaliga xalqini uyg'otib, zulmlardan qutqizgan shaxs Sulaymon al-Halabi rahimahulloh edi. Biz tarixni o'rganmoqchi bo'lgan bu shaxs zodi qanday kishi? Taxminan 1798-yillarda Osmoniy xilofat zaiflashib, musulmonlar ziminlari asta-asta mustamlikchilar tarafidan besilayotgan davrlarga to'g'ri keldi. Shu yillarda Napoleon Misrga o'zining yurishini boshlaydi va buni yangi salibiychilar yurishi deb ataydi. Napoleon kemilari Iskandariya sahillariga yetib kelganda, Napoleon shu davrda Makkaning hokimi bo'lgan G'olib ibn Mas'udga maktub yo'llab, biz Yevropadagi barcha cherkovlarni taqdiq. Poplarni ishdan bo'shatdik. Biz Muhammad alayhissalomga va u kishi elib kelgandan qiziqib, bu joylarga keldik. Agar izn bersanglar, bu diyorlarga madaniyat, erkinlik, taraqqiyot elib kelamiz degan ma'nodagi xatni yo'lladi. Bizning diyorlarimizga ham zolim Xitoy kofirlari qanday qilib kirganligini eslasak, namratlikdan, qaloqlikdan qutqizib, baxt saodat elib kelamiz deb, ishiklarimiz oldilarini supurib, Sharq Turkistonni ham mustamlikka aylantirgan edi. Husul qilishni bilmaydigan, hojatxonga kirganda mustab qilmaydigan, cho'shqi go'shab cho'ng bo'lgan bu haroqkash kofirlar qanday qilib musulmonlar ziminlarga madaniyat elib kelishi mumkin? Ba'zi musulmonlar hozirda ham bular taqdim qilgan madaniyatni qo'llab, bular yezib bergan tarixni o'qib, asli musulmonlar o'zlari ayiblik bo'lgan ekanda deb yurganlari ham yo'q emas. Napoleonning bu hilisi Misrning Qohiraga kelganda oshkor bo'ldi. Misrda zulm avjiga chiqib, qatl-omlar ko'paydi. Bu tajovuzchi yolg'onchilar Misrning 1000 yillik tarixiga ega bo'lgan Azhar madrasasiga kelib, dahshatli jinoyatni amalga oshirishdi. Bir kunning o'zida Azhardan 2000 o'limani qatl qilishdi. Shundoq, bu tag'utlar mayli Misrda bo'lsin, mayli dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin, o'limalarni o'ltirib, kitoblarni ko'ydirib, bu ummatni ilmsizlikda qoldirish bilan oson idora qilinadigan qullarga aylantirgan edi. Bu qatl-om butun Misrga tarqalib ketgandan keyin Misr xalqi bu tajovuzchilikqa chiday olmadi. Shu kundan boshlab qo'zg'olonlar boshlandi. Bu qo'zg'olonlarga Imom Shaqraviy degan olim kishi boshchilik qiladi. Ammo bu kishini ham o'ltirishdi. Bu kishi bizning bugungi qahramonimiz Sulaymon Halabiyning ustozi edi. Misrda zulm texmi avjiga chiqdi. Musulmon ayollarga ochiqdan-ochiq tajovuz qilindi. Tarixchi olimlarning yozishicha, Sulaymon Halabiyning yoshi 22 yosh bo'lib, sheriklarining yoshi ham 19-20 yoshlardagi yosh yigitlar edi. Oddiy yoshlar bo'lsa-mu, dinning g'amini yegan, islomni tushungan, botur yosh yigitlar edi. Nima bo'lsa bo'lsin deb tomosha qilib o'tirmadi. Hozir ummat ichidagi ba'zi yoshlar qaraydigan bo'lsak, umuman ummatning ahvolatlari bilan ish yo'q. Kufr madaniyatlarga mahliya bo'lib, o'zini shularga taqlid qilib yashamoqda. Napoleondan keyin uning o'rniga uningdan zolim bo'lgan general Kilider keldi. Bu zulmni texnik kuchaytgach, Sulaymon Halabiy do'stlariga agar yordam bersanglar, men Kiliderni o'ltirman dedi. Agar uni o'ltirsang, seni ham o'ltirishdi deydi. Lekin Sulaymon so'zida qat'iy turdi. Jinini olqini elib qo'yib, yo'qsul kishi siyoqida kiyinib, Kilider oldiga yordam so'ragan kishi qiyofatida kirib keldi. Bularning qishiga kirgan har qanday musulmon uning qo'lini suymay turib gap qilolmaydi. Napoleon bulamdi, yo boshqasi bulamdi, bularning haqiqiy tarixini o'rgansangiz, bularning tarixi zulm, tajovuzga to'lib ketgan. Bular shunday qilib musulmonlarni xo'rlagan edi. Kilider qo'lini so'zganda Sulaymon Halabiy xanjar bilan uning 3-4 yeriga urib, uni o'ldirdi. Sulaymon al-Halabini va uning 4 sherikini ham tutib kelishdi. O'zlaricha madaniyat ilib kelgan bu qonxo'rlarning bularga chiqargan hukmiga qarang. Avval uning 4 sherikini temir qo'ziqlarga o'tkazib, qiynalib jon berganini ko'rsin deb Sulaymonga ularni tomosha qildirishdi. Keyin Sulaymon Halabiyning o'zini ham bog'lab, avval generalga xanjar urgan qo'lini toki suvaklari ko'rinib qolguncha kuydirib tashildi. Uni ham temir qo'ziqlarga o'tkazib, temir qayerdan teshib chiqargan deb tomosha qilib,
bu kishini ham o'ldirishdi. O'lgan jasadini ham xotirjam qo'ymasdan uning beshini kesib olib, jasadini kuydirib tashildi. Bosh so'nkini bo'lsa Fransiyadagi muzeyga o'rlashtirib, ostiga bu buyuk generalni o'ldirgan qotil Sulaymon Halabi deb yozib qo'yishdi. Sulaymon Halabining bosh so'nki mana 200 yildan oshgan bo'lsa ham, hozirgacha muzeyxonada turishi va qotil jinoyatchi sifatida tarixlar o'rgatilishi, shu so'ngaklarni ko'rish uchun butun dunyodan odamlarning kelishi sizni bir tafakkur qilishga undimaydimi? Bu 5 yigit xalqning ozodligi, dinning himoyasi uchun Alloh yo'lida shahid bo'ldi. Bu manzilga guvoh bo'lgan xalq va butkul Misr o'rnidan dast turdi. Ularni Misrdan qo'g'lab chiqardi. Bu yigitlar jinoyatchi emas. Aslida ularning ziminiga, diniga tajovuz qilgan haqiqiy jinoyatchilar dal shulardir. Bu 5 yigitga Allohning rahmati bo'lsin. Bular haqiqiy dushmanning kim ekanligini yaxshi tonigan. Bizga o'xshab bir-birining go'shini yemagan. Bu kofirlar musulmonlarni bir-biriga dushman qilib, bo'lib tashlash orqali o'zlarining hukmlarini ijro qilishyapti. O'z zamonasida bu yigitlar ummat dushmanlarini o'ldirib, barcha musulmonlarning hurmatiga sazovor bo'lib, bugungi kunda qahramon sifatida xotirlanmoqda. Lekin bugun ayni shu ishni qilayotgan fidoi azmatlar musulmonlar tarafidan ham terrorist deb atalmoqda.